Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Sizlar menga ko'rayotgan ko'ryapsizlar. Bilmadim bu ketishda nima bo'ladi. Aholi, mana odamlar u tashkilotdan bu tashkilotga, bu tashkilotdan bu tashkilotga yuguradi, hujjat ko'tarib, birorta ishi hal bo'lmaydi. Davlat xizmatlari ochildi ham, umuman faqat xalq ishlish uslubi ko'payib ketdi. Xalqqa xizmat qiladigan tashkilotlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketyapti. Sizlarga ham shunday tuyulyaptimi bilmayman. Hammani qo'lida hujjat. Sudga boradi, unga boradi, prokuraturaga boradi. Umuman qaysi tashkilotga borishidan qat'iy nazar, otangga bor, onangga bor. Umuman bir narsa aniq va tiniq hal bo'lmaydi. Go'yoki shu yugurtirib xalqni shu chalg'itib qo'yishga o'xshab qolyapti jamiyatimiz. Masalan, bizlar bormagan tashkilotimiz qolmadi. Birortasi ishlamaydi, birortasi. Bu davlat qanday bu tashkilotlar qanday qilib hisobot yopadi, men hayron qolaman. Qanday hisobot qiladi? Masalan, shuncha odam keldi, men shuni qalbaki hisobot yopish bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda tursa kerak. Bunaqa davlat hali boshqa bo'lmasa ham kerak. Hamma yugur. Kamiga firmalar ochib, O'zbekistonda xalqini juda yuguryapti. Umuman uy olaman deydimi yoki mashina yoki umuman nima ish bo'lsa firma. Bu korrupsiya, firma emas, bu korrupsiya deyish kerak nomini. Korrupsiya deb yozib qo'yish kerak, o'zi odamlar tushunadi. Firibgarlikning eng katta turi. Undan kattalashsa kompaniya. O'zbekistonimizda nega bunday? Chunki boshqa mamlakatlarda kompaniya, firmalar bor. Ular davlat nazoratida juda kuchli turadi. Bizda o'sha davlat nazoratida kuchli turayotgan insonlarniki qancha yuqorilashib ketsa, o'shancha korrupsiya tizimi. Yeb to'ymas ochafatlar umuman boshida turib davlat ishlash bilan, xalq ishlash bilan shug'ullanyapti. Ham xalq pulni ishlaydi, ham davlat pulni ishlaydi. Bilmadim bu korrupsiya tizimi qachon o'ziga keladi, umuman men tushunmay qoldim. Faqat qayerga borsang hurmatli fuqaro, telefon qilsang hurmatli fuqaro. Bu hurmatli fuqaro musor so'ziga aylanib bo'ldi-da. Hamma norozi. Lekin bitta so'z bor, hurmatli fuqaro. Bu musor so'zi umuman amalda ishlamaydi. Lekin hurmatli fuqaro deb aldi